لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله Sure Al-İmran tefsiri 26. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlığa İbn Kesir rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Al-İmran suresi tefsirinin 26. ayetinden başlap okuyumuz inşallah. Ba'da'uzu billahi mineşşeytanirracim. Aytqan ki padişahlıqның egisi bolğan ey Allah, xalığan adamga padişahlıqni bersen. Xalığan adamdan padişahlıqni tartib alsan. Xalığan adamni aziz qilsan, xalığan adamni xar qilsan. Hamma yaxşılıqның xazinesi yalğız senin qolundadır. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Kechini kunduzga kirgizsan, kunduzni kechaga kirgizsan. Shuning bilan kech kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turdi. Canlıqni, yani terik bolğan insanni, hayvanni, cansızdan, yani cansız bolğan abiməniden çıqırsan. Cansızni, yani cansız bolğan abimənini canlıqdan, yani canlıq bolğan insandan, hayvandan çıqırsan. Özün xalığan kişiге hesapsız rızıq bersən. Allah Teala'ga şükür qilish to'g'risida. Allah Teala Muhammed aleyhisselam'a mındaq deydi. Aytqin ki, yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin Rabbini ulug'lag'in, onunğa şükür qilg'in, barliq ishlaringni onunğa topshirg'in ve onunğa tavakkul qilgan holatda padişahlıqning egisi bo'lgan ey Allah, xalığan adamga padişahlıqni bersan, xalığan adamdan padişahlıqni tartib alasan. Xalığan adamni aziz qilsan, xalığan adamni xar qilsan degin. Yani sen bergüçsen, sen tosquçsan, senin xalığının boladigan, xalimig'inin bolmaydigan zatdır sen. Bu ayet Peygamber aleyhisselam ve onun ümmetini Allah Teala'nın bergen nimetlerine şükür qilishga buyurdu ve şu nimetlerini esıltıdı. Çünkü Allah Teala peygamberlikni Bani İsrail'den savadsız, Mekkilik, Kureyşlik, Arap milletinden boğan peygamberlerinin en ahırkısı Muhammed aleyhisselam'a yetkidi. O barlık insan ve cinlanın peygamberi. Allah Teala onundan ilgiri ötken peygamberlerinin barlık güzel sıfatlarını mücessemleştirdi. Allah Teala onunğa Allah Teala'nı ve şeriatini biliş, ilgiri bolğan ve bunundan kim boladigan gayiplerini biliş, ahiretinin hakikatlerini iç biriş, dinini ziminin hem yergi yiyiş ve o ilip gelgen şeriatini başka din ve şeriatlerden üstün kılıştan ibaret, onundan ilgiri ötken peygamberlerden hiçbir peygamberge bermegen hususiyetlerini berdi. Allah Teala'nın rahmeti ve salami ta ki kıyamet günügece davamlıq peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge bolsun. Aytqin ki, padişahlıqның egisi bolğan ey Allah, sen özüңнің məxluqatlarının üstüde xalığını qılğıcıdırsan. Şuna Allah Teala ula bu Kur'an nemişqa iki şehir, yani Mekke bilen Taif adamlarıdan bir katta adamga nazil kılınmadı deyişti. Dep Allah Teala'nın işleri de özü xalığını qılmaqçı bolğan kişilerge reddiye berip mundaq deydi. Rabbinin rahmetini ula taqsim qilib beremdi. Yani bizning maxluqatlarimizda hech qandaq to'sqinliqsiz xalığımızı qilamiz.
Shunda qilishimizda bizning cho'ng hikmatimiz va to'liq pokitimiz bordir. Shuningdek, biz payg'ambarlikni xohlagan kishiga beramiz. Allah bu haqda mundaq deydi. Allah payg'ambarlik vazifasini qayerga o'rnatishni, ya'ni kimning uning ahli bo'ladiganligini obdan biladi. Ularning ba'zisini ba'zidan qandoq ustun qilganligimizga qaragan. Kechini kunduzga kirgizsan, kunduzni kechiga kirgizsan. Ya'ni sen uning uzunligidan elib, uning qisqaligiga ulab qo'ysan. Ondan u ikkisi tap-takshi bo'ladi. Ondan uningdan elib buningga qo'shib qo'ysan. Ondan birisi qisqa, yana birisi uzun bo'lib, u ikkisining oralig'ida farq paydo bo'ladi. Ondan yana tap-takshi bo'ladi. Bu ahvol bahor, yoz, kuz va qishdan iborat 4 faslda mushundaq davom qiladi. Jonliqni, ya'ni terik bo'lgan insonni, hayvonni jonsizdan, ya'ni jonsiz bo'lgan abimanidan chiqarsan. Jonsizni, ya'ni jonsiz bo'lgan abimanini jonliqdan, ya'ni jonliq bo'lgan insondan, hayvondan chiqarsan. Ya'ni donni ziroatdan, ziroatni dondan, xormini urug'idan, urug'ini xormidan, to'g'ini tuxumidan, tuxumini to'g'idan, mu'minni kofirdan, kofirni mu'mindan chiqarg'uchidirsan. O'zing xohlagan kishiga hisobsiz rizq bersan. Ya'ni sen xohlagan kishiga sanab bo'lmag'idek mol-mulk bersan. Xohlagan kishidan uni qisib qo'ysan. Bu sening hikmating, irodang va odilliging bilan bo'lgandir. Mu'minlar mu'minlarni qo'yib, kofirlarni do'st tutmasin. Kimiki shunda qiladi ekan, u Allohning do'stligiga erisha olmaydi. Ulardan qo'rqib do'stlik izhor qilishinglar buningdan mustasno. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Kafirlarni do'st tutishdan to'sqanlik to'g'risida. Allah Taala bu oyatda o'zining mu'min bandalarini kafirlar bilan do'st bo'lishdan va mu'minlarni qo'yib kafirlarga yoshirin do'stlik yetkazib, ularni do'st tutishdan to'sdi. Ondan shundaq do'st tutgan kishini qattiq ogohlantirib mundaq deydi. Kimiki shundaq qiladi ekan, u Allohning do'stligiga erisha olmaydi. Ya'ni Alloh Taala to'sqan ishni qilgan kishi shaksiz Alloh Taoladan ado juda bo'lib ketadi. Allah Taala mu'minlarning kafirlarni do'st tutmasligi to'g'risida mundaq deydi. Ey mu'minlar, mening dushmanimni va sizlarning dushmaninglarni do'st tutmanglar. Ular sizlarga kelgan haqiqatni, ya'ni islomni, Qur'onni inkor qilgan tursa, ularga do'stlik yetkazisizlar. Ular Rabbinglar Allohga iymon etganinglar uchun payg'ambarni va sizlarni yurtinglardan haydab chiqardi. Agar sizlar mening yo'limda jihad qilib va roziligimni tilab chiqqan bo'lsanglar, u chaqda mening dushmanimni va sizlarning dushmaninglarni do'st tutmanglar. Sizlar ularga yoshirin do'stlik yetkazisizlar. Men sizlar yoshirgan va oshkorlagan narsalarni bilib turaman. Kimiki shunda qiladi ekan, ya'ni ularni do'st tutib, ularga payg'ambarning xabarlarini yetkazadi ekan, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. Ey mu'minlar, mu'minlarni do'st tutishni qo'yib, kofirlarni do'st tutmanglar. Sizlarning zininglarga, ya'ni munofiq ekanliginglarga Allohning ro'shan pokiti bo'lishini xohlamsizlar? Ey mu'minlar, Yahudi va Nasaralarni do'st tutmanglar. Ular bir-birini do'st tutadi. Sizlardan kimiki ularni do'st tutadigan, u ani shulardan sanaladi. Alloh Taala muhojir, ansori va boshqa Arabiy mu'minlarning o'zaro do'stligini bayon qilib bo'lgandan keyin mundaq deydi. Kafirlar
yordamda va mirosda bir-biriga egidir. Agar bu hukmga amal qilmasanglar, yer yuzida fitna va cho'ng qalaymaqonchilik tug'iladi. Kafirlar yordamda va mirosda bir-biriga egidir. Agar bu hukmga amal qilmasanglar, yer yuzida fitna va cho'ng qalaymaqonchilik tug'iladi. Ulardan qo'rqib do'stlik izhor qilishinglar buningdan mustasno. Ya'ni mu'minlar ba'zi davlatlarda yoki ba'zi vaqtlarda kafirlarning ziyonkashlik qilishidan qo'rqsa, chin qalbidan emas, balki tashqi ko'rinishida ularni yaxshi ko'rganda qiyofati turib, ularning yomonligidan saqlansa bo'ladi. İmam Buxoriy Abu Dardoning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz kafirlarning yuziga qarab faqat hijibli qo'yamiz, lekin dillarimiz ularga la'nat o'qiydi. İmam Buxoriy Hasanning mu'minlar kafirlardan saqlanish uchun zarur tepilganda bu chorani qiyomat kunigachilik qo'llansa bo'ladi deganligini rivoyat qildi. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Ya'ni Allah Ta'alaning dushmanlarini, ya'ni kafirlarni do'st tutgan va Allah Ta'alaning do'stlariga dushman bo'lgan kishiga bo'ladigan azobidan qo'rqitadi. Oxiri qaytadigan joy Allohning dargohidir. Ya'ni oxiri qaytadigan joy Allah Ta'alaning dargohidir. U har bir kishiga qilgan ishiga qarata jazo yoki mukofot bergichidir. Aytqinki, dilinglardikini mayli yushiringlar, mayli oshkorlanglar, Allah onu bilib turdi. Allah osmonlardagi va zimindagi narsalarni bilib turdi. Allah har narsaga qodirdir. U kunda, ya'ni qiyomat kunida har odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarini ko'rmaslikni, o'zi bilan yomon ishlarining orasida mashriq bilan mag'ribning orasida uzun musofa bo'lishini orzu qiladi. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Allah bandalarga mehribondir. Allah Ta'alaning dillardagi narsalarni biladiganligi, qiyomat kunida bandaning qilgan hamma ishlarini keltiradiganligi to'g'risida. Bandalarning qilgan hamma ishlarini keltiradiganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatlarda bandasiga o'zining maxfiy va oshkor narsalarining hammasini biladiganligini, bandalarining ishlaridan hech narsaning o'ziga maxfiy bo'lmaydiganligini, uning bilimining har qachon, har zamon, har kuni va har vaqt ularni o'z ichiga elib turadiganligini, mayli osmon, zamin, dengiz va tog'lar bo'lsa-mu, uningdagi zarra chaqliq va uningdanmi kichik narsalarning yoshirin bo'lmaydiganligini, u osmon va zamindagi narsaning hammasini biladiganligini bayon qildi. Allah har narsaga qodirdir. Ya'ni uning qudrati va narsalarning hammasiga yetkichidir. Uning qudrati u narsalarning hammasiga yetkichidir. Bu Allah Ta'alaning bandalariga o'zining to'sqan va yomon ko'radigan ishlarni qilib salmasligi uchun bergan bir ogohlantirishidir. Bu Allah Ta'alaning bandalariga o'zining to'sqan va yomon ko'radigan ishlarni qilib salmasligi uchun bergan bir ogohlantirishidir. Shaksiz Allah Ta'ala ularning hamma ishlarini bilgichidir. U ularning gunohlariga qarata jazo berishga yetarlikdir. U ularning ichidan bir kishini azoblamay qoldirgan bo'lsa, uni vaqtli qo'yib berdi. Vaqtli qo'yib berib, ondan keyin uni nihoyat qattiq tutdi. U kunda, ya'ni qiyomat kunida har odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ya'ni qiyomat kuni bandaning oldiga uning qilgan yaxshi va yomon ishlarining hammasi keltirildi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi:
Bu kunda insonga cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, ilgir oxir qilgan amallari uqtirildi. Ondan inson o'zining ishlarining ichidan yaxshi ishini ko'rsa, xushal bo'ladi. U ishlarining ichidan yomon ishini ko'rsa, u xafa bo'lib hasrat chekadi. U xuddi Alloh taolaning oyatida kafir odam hamrohi bilan qiyomat kuni dargohimizga kelgan chaqda hamrohiga koshki sen bilan mening oramda sharq bilan g'arbning orasidek orliq bo'lsa ekan. Sen nima degan yomon hamroh? Chunki sen mening baxtsizligimga sababchi bo'lding deydi. Deganidek u dunyoda uning yaqini bo'lib, uni yomonlikqa buyurgan shaytondan ada juda bo'lib ketishni va o'zi bilan qilgan yomon ishining orliqida nihoyat uzun musofa bo'lishini orzu qiladi. Alloh taolo ogohlantirib mundaq deydi: sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Ondan Alloh taolo bandilarini o'zining rahmatidan umidsizlanib ketmasin deb ularni umidvor qilib mundaq deydi: Allah bandilarga mehribondir. Hasan Basri mundaq deydi: Alloh taolaning bandilarga bo'lgan mehribonligi ularni o'zining azobidan qo'rqitishdir. Boshqalar mundaq dedi: ya'ni Alloh taolo o'zining mahluqotlariga rahmat qilg'uchidir. Ularning o'zining to'g'ri yo'li va to'g'ri dinida ozmay minishini va o'zining hurmatlik payg'ambariga ergishishini yaxshi ko'rguchidir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglarki, Alloh sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Aytqinki, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular itoat qilishdan yuz o'risa, Allah kafirlarni, ya'ni Allohning oyatlarini inkor qilgan va payg'ambarlarga osiylik qilganlarni do'st tutmaydi. Alloh taoloni yaxshi ko'rishning payg'ambar alayhisalomga ergishishda ifodalanadiganligi to'g'risida. Bu oyat payg'ambar alayhisalom elib kelgan islom yo'li bilan mangmay, o'zining Alloh taoloni yaxshi ko'radiganligini da'vo qilgan har qanday kishining gap so'z va ish harakatlarida payg'ambar alayhisalom elib kelgan shariat va diniga ergashmagicha uning qilgan da'vosida yolg'onchi ekanligiga hukm qildi. Bu haqda payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: kimiki bizning ishimizda, ya'ni bizning dinimizda yo'q bir ishni qilsa, u ish qabul qilinmaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglarki, Alloh sizlarni do'st tutadi. Ya'ni sizlar talab qilgan, sizlarning Alloh taoloni yaxshi ko'rishinglardan ortiq, sizlarning Alloh taoloni yaxshi ko'rishinglardan ortiq bir narsa sizlarga nisb bo'ladi. U bo'lsa-mu Alloh taolaning sizlarni yaxshi ko'rishidir. Alloh taolaning sizlarni yaxshi ko'rishi sizlarning uni yaxshi ko'rishinglardan yaxshidir. Hasan Basri va uningdan boshqa salaf olimlari mundaq deydi: bir turkum kishilar o'zlarining Alloh taoloni shaksiz yaxshi ko'radiganligini farz qilgan edi. Ondan Alloh taolo ularni bu oyat bilan sinab mundaq deydi: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglarki, Alloh sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Ya'ni sizlarning payg'ambarga ergishishinglar orqali uning barakatidan sizlarning gunohinglar kechirim bo'ladi. Ondan Allah hamma kishilarni buyurib mundaq deydi: aytqinki, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular itoat qilishdan yuz o'risa, ya'ni ular
uning buyrug'iga xiloflik qilsa, Allah kafirlarni, ya'ni Allohning oyatlarini inkor qilgan va payg'ambarlarga osiylik qilganlarni do'st tutmaydi. Ya'ni bu oyat to'g'ri yo'lga xiloflik qilishning kufrlik bo'lganligiga pokitdir. Bu sifat, ya'ni Alloh taolaning to'g'ri yo'liga xiloflik qilguvchining sifati bilan sifatlanib qolgan kishi, garchi ko'nglida Alloh taolaning yaxshi ko'radiganligini va uningga yaqinchilik qiladiganligini farz qilib o'ylab uni da'vo qilsa-mu, Alloh taolaga bo'ysunib va uning shariatiga ergishishdan boshqasini qilmaydigan savotsiz payg'ambar Muhammad alayhissalomning davrida yashab qolgan har qancha katta payg'ambar bo'lsa-mu, Muhammad alayhissalomga ergashmagicha Alloh taolo uni yaxshi ko'rmaydi. Payg'ambarlarning bir-biriga ergishadiganligiga munosabatlik mazmunlarda Alloh taolo xolisa, Alloh taolaning o'z vaqtida Allah payg'ambarlardan chin ahd ilib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qilguvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak degan oyatiga kelganda tafsiliy to'xtalamiz. Allah haqiqatan Ademni, Nuhni, İbrahim avlodini, İmron avlodini payg'ambarlik tanlab, ularni o'zlarining zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildi. U avlodlar bir-biri bilan qondoshdir. Allah bendilarning so'zlarini anglab turg'uchidir, bendilarning niyatlarini bilib turg'uchidir. Zimindagi insonlardan tanlangan kishilar to'g'risida Allah Teala bu ayette özünün zimin yüzüdeki insanlığa bu kişilerini tanlaganlıqdan xabar berdi. Allah Teala Adem aleyhisselamni tanlab, onu öz qolu bilan yaratdı. Onunğa özünün ruhidan püyledi. Periştilerini secde kıldırdı ve hemen narsalarning isimlerini bildirdi. Onu cennetine kirgizdi. Andın onu ma'lum bir hikmet bilan cennetin yerge düşürdü. Allah Nuh aleyhisselamni tanladı. Kişiler Allah Teala'nın dinide hiç qanday asası yok bir narsani şirk keltirip butlarga ibadet qilganda yer yüzüdeki kişilerge Allah onu birinci peygamber kılıp evetti. Nuh aleyhisselam ümmetini Allah Teala'nın dinine keç gündüz ve mahbi açkar alda uzun zamanla çakırgan bolsa-mu, onun çakırıqı ularni texamu qaçırıp etip, onunğa ularning ichidan ozg'ina kishilarla ergashdi. Shunga u ularga beddua qildi. Allah ulardan uningga intiqom ilib berish uchun ularning birini qo'ymay to'pon balasi berib suvga g'arq qilib etdi. To'pon balasidan Nuh alayhissalom bilan uning diniga ergashgan kishilarla qutulib qoldi. Allah Teala İbrahim'nin aile tavabatlarını tanladı. Onun aile tavabatlarının içinde insanların serdarı ve peygamberlerinin ahirkisi Muhammed Aleyhisselam'ı vardır. Allah Teala İmran'ın aile tavabatlarını tanladı. İmran, İsa Aleyhisselam'ın anası Hazreti Meryem'nin dadısıdır. İsa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın ballarının qatarıdındır. Bununla münasebetlik mezmunla Allah halisa aldığımızda yani kilidi. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Al-İmran suresi tefsirinin 34. ayetiqcha anladыңlar. Axirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.